Mana Powerboy kelyapti, Powerboy. Gap yo'q ey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, butkul hammaga tug'ilgan, hammaga odam, hammaga. Charchamayapsizmi? Ahvoli yaxshimi? Nimalar qilyapsiz? Ko'rinmaysiz, ming so'mlik tangedek. Mana bugun Ilm saroyiga mehmon bo'lib keldik. Shunday. Lekin bitta kommentariyaga bittasi yozgan ekan, juda anov bo'ldim. Biz har doim pulimizga yeb ichamiz lekin hammani borini yeb ketamiz. Shunday. Hech kimga yashirib Ilm saroyida Ilm saroyi VIP. Yo'q, zo'r. Haqiqatan bugun hammasi o'z sizlarni bilmayman-ku, biz bilamiz. Taomlarni bugun paprovo qilib, nima ovqat yedingiz? Jizam yedim, shansigam yedim, Karbala yedim, lekin qaysi zo'ri? Hammasi. Ha, o'zi. Bizlar endi mol bozorlarda sotarmiz-ku. Baraka deb qo'yamiz. Voy ben. Lekin assalomu alaykum. Endi yeganimizni bilamiz. Mana shu nima taom yeganimiz. Jizam, yahnasi ham shashik ham zo'r. Qarang, siz yaxna aytdingiz, jizni aytdingiz, shashik aytdingiz, 3 ta narsa aytdingiz. Ha, yedim-da shuni. Eshitding. Sammi bildi, zo'ra. Men hali lekin kecha sinaganim qanotchani sinab ko'rdim. Bu qanotchani ko'rganmi o'zi? Bu safar qanotchani bitta sinab ko'rasiz. Ha, bo'ldi. Bo'laman, men yedim, zo'r, mazali yoqdi. Bir nevaramiz tug'ilgan edi, bosib yeb eshitdim. Zo'r bo'ldimi? Zo'r. Zaram yondiramiz. Jannatim bojam uchun. Bojani zo'rlig'ini hamma biladi. Bundan keyin ham taomlarni tortib yeb yursin. Bizlar yegandan nima bo'ldi? Bir bakal. Ye, kajoni. Assalomu alaykum. Charchamay kelyapsizmi? Ye, Abdurahmonjon. Charchamay ishlar. Zo'rvardan qanday ishlar? Rahmat. Shashida necha pul bo'ladi? 28 ming. Qaysi biri? Kattasi. Oltisini. Necha pul qilib beray? Men bozorchi, menga unacha qilma. To'g'ri gapiru. 26 bo'lsa ma'qul bo'ladi. Ha? 27 ming. Yo'q, akajonim. 22 beraman. Bor. Akajon, savdosinda. Yeydigan ovqatni savdo qilib olaman. Pulimga olaman. Nasiya degan gap yo'q. Pulga naq pulga olaman. Aka, bunday. Gapir. 26 unda o'yardim. Yo'q, akajon, mayli. 24 qilib bor aka. Akajon, o'zi ikkita yeyman. Aka, bittaga berdim. Eshit, naq pul qo'yib istayman. Ikkimsa 4 ta yeyman. Bo'lsa, alqa bo'lsa 25 mingdan. Bo'ldi akajon, 24 yarim beraman. Bor aka. Oldimi? Deb bo'lgan. Abdurahmonjon bekki. Nima ovqating bu? Jiz bor, Jiz nechi pul jiz? Frank. Nima chiqam? Bo'ldi akajon, mayda ishlamak 180 ming beraman. Bor kelsa 1 kilo olaman. Eshit, o'zimga emas. Eng yomon ko'rgan odamga siyali qilib berasan. Bo'laman. 180 ming beraman. Bor ketsang oldi bu akajon. Hey, nima aytib qoldi? 230 bersa bo'ladi. Nechi pul? Yo'q, mana ey, 3-chi formatdan mayli, siyaqlarga qilib ber. 180 qilib beraman, bo'ladimi? Qo'ydi 170 ta suv bo'ladi. Oho, necha qimmatsizlar-da? Qo'y boqaymi? Qo'y boq, tayyor bo'lganda bir sal tushib ketadi narxi. Bo'ldi, bunday kerak. 190 ming qilib beraman, salgina go'shtni qilib berasan, bo'ladimi? Bor baraka. Nasib bo'lsa Ilm saroyiga keldik, xudo xolasa Ilm saroyida jiz, shashlik, tabaka hammasini sinab ko'ramiz deyapmiz. Videolar chiqarib boramiz boricha. Like'lar bosib, yaqinlarga jo'natib, savdo qilib olamiz. Bizlarda mana Abdurahmon degan gap yo'q. Savdosini qilib olamiz. Hammani ishiga omad. Kommentariyaga yozib qo'yasiz, xudo xolasa yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lasiz restoranimiz. Shu restoranda ishlariga omad tilab qolamiz. Kelingizlar, sinab ko'ringizlar taxminlarini, xudo xolasa ha? Nima bonusim bor? Belki. Mana mantalar qilib, nimaga? Bittaga berdim. Gapir. Oğlanın yolunu etmiş kerak. Pasportu bilan. Bitta pasport emasga. Bitta pasport emasga. Bunaqa berasan. Bitta bor. Qilib qo'shgan 100 bo'ladi. Ular qo'shgan nima o'zbekcha gapirib odam tushunmaydi uni. Paqilab, paqilab kerak ekan. Shami bilan de. Shami bilan 54 olmuş raqam olmay qoldi demaysan. Hamma narsani. Raqam paqam hammasi olib berasan. Baraka jonim. Barakalla.